Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. AQSh davlat kotibi Marko Rubioning so'nggi bayonotlari. Marko Rubio AQSh Hormuz bo'g'ozini qayta ochish evaziga Eronga qo'llanilgan sanksiyalarni yumshatmasligini aytdi. Mushtabo Xomaniy tirik. Marko Rubio Mushtabo Xomaniyning tirik ekanligi va qaror qabul qilish jarayonida tobora faolroq ishtirok etayotganiga ishoralar borligini aytdi. Bugungi kunda Eron harbiy dengiz floti mavjud emas. Bunday narsaning o'zi yo'q. Dengiz floti yo'q. Eron harbiy dengiz floti mavjud emas, dedi Marko Rubio. G'arbiy yarim shardagi har bir davlat uchun AQSh yo eng buyuk do'st yoki eng dahshatli dushman bo'lishi mumkin va bu tanlov ularning o'zlariga bog'liq. Umumiy manfaatlarimizga daxldor masalalarda Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlik qilish ixtiyoriy tanlov emas. Biz Markaziy va Janubiy Amerika davlatlarini o'z ustuvor maqsadlarimizga moslashtirish uchun savdo aloqalarimiz, moliyaviy ta'sirimiz va diplomatik obro'-e'tiborimizdan foydalanamiz, deya qo'shimcha qildi Marko Rubio. Shuningdek, Rubio AQSh dunyodagi yagona global super davlat, yer yuzidagi eng qudratli mamlakat ekanligini aytdi. Biz eng yirik iqtisodiyotga, insoniyat tarixidagi eng qudratli armiyaga egamiz. Dollarlarimiz esa dunyoning zaxira valyutasi bo'lib qolmoqda. Tilimiz butun dunyoda keng ishlatiladi, dedi AQSh davlat kotibi. Yevropaning bitta supermarket tarmog'i Armaniston mahsulotlarining butun hajmini qabul qilishi mumkin, dedi Pashinyan Rossiya taqiqlari haqida. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Moskvaning cheklovlari tufayli Rossiyaga yetkazib bera olmay qolgan hosil uchun fermerlarga ko'rilgan zararni qoplab berishga va'da berdi. Rossiya 3-iyundan Armanistondan kartoshka, baqlajon va quritilgan mevalar importini ham cheklaydi. Rossiya kecha tunda Ukrainaga qarshi keng ko'lamli kombinatsiyalashgan raketa va dron hujumini amalga oshirdi. Dengizdan uchirilgan kalibr qanotli raketalari Dnepr va Zaporojye shaharlariga, Geran kamikadze dronlari esa Sumi va Xarkivga hujum qildi. Shuningdek, Tu-95 va Tu-160 bombardimon samolyotlaridan X-101 qanotli raketalari uchirilgan. Rizo Pahlaviy Isroilni dunyo xaritasidan o'chirib tashlashni istaydigan ushbu rejimdan farqli o'laroq, biz Yahudiy davlatini haqiqiy hamkor sifatida ko'ramiz. Biz isroillik do'stlarimizning Eron duch kelayotgan ko'plab muammolarni hal etishda yordam berishini mamnuniyat bilan qabul qilamiz. Bizning Isroilga nisbatan hech qanday adovatimiz yo'q, dedi Rizo Pahlaviy. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy Patriot tizimi raketalarini ishlab chiqarish uchun AQShdan litsenziya so'radi. Biz Qo'shma Shtatlarda raketa ishlab chiqarish hajmi yetarli emasligini ko'ryapmiz. Ishlab chiqarishni oshirish kerak. Men AQShda barcha yirik kompaniyalarni, buyuk kompaniyalarni bilaman. Biroq oyga 60-65 ta raketa kabi hajmni faqat AQSh ishlab chiqara oladi. Hozirgi tahdidlar fonida esa bu hech narsa emas. Rossiya ham buni biladi. Bu maxfiy ma'lumot emas. Ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirishimiz kerak. Men avvalgi ma'muriyatdan ham, bugungi ma'muriyatdan ham so'radim. Ukrainaga litsenziyalarni bering. Biz Patriot raketalarini ishlab chiqarish hajmini oshiramiz. Bu biz uchun juda katta yordam bo'ladi. Bu yaqin sharq uchun ham, AQSh yordam berishni lozim ko'radigan barcha davlatlar uchun ham juda foydali bo'ladi, dedi Ukraina rahbari. Eron tashqi ishlar vaziri: muzokara va xabarlar almashinuvi davom etmoqda.
muayyan natijaga erishilmaguncha ular haqida biror xulosa chiqarishning imkoni yo'q. Hozir aytilayotgan har qanday gap taxmin va farazlardan iborat bo'lib, ularga jiddiy ahamiyat qaratmaslik kerak, degan Abbos Aroqchi. Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko Kim Chen Inning diktator emas, aqlli va istiqbolli rahbar ekanligini aytdi. U yerda u Kim Chen In umuman diktator emas. U aslini olganda diktator bo'la olmaydi. U aqlli, yosh, istiqbolli va hamkorlikka intiladigan inson, dedi Belarus rahbari. Men Isroil bosh vaziri Bibi Netanyahu bilan telefon orqali juda samarali suhbat qurdim. Bayrutga hech qanday qo'shin yuborilmaydi. U yerga qarab yo'lga chiqqan qo'shinlar esa allaqachon ortiga qaytarildi. Shuningdek, yuqori martabali vakillar orqali Hizbulloh bilan ham muloqot qildim. Ular barcha otishmalarni to'xtatishga rozi bo'ldi. Endi Isroil ham ularga hujum qilmaydi. Ular ham Isroilga hujum qilmaydi, dedi Donald Tramp. Sening toming ketgan. Agar men bo'lmaganimda qamoqda o'tirgan bo'lar eding. Ketingni tozalab yuribman. Hamma seni yomon ko'radi. Shu sababli hamma Isroilni yomon ko'radi. Axios nashrining o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, AQSh rahbari Donald Tramp Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuga g'azab bilan qo'ng'iroq qilib, undan Livanga hujumlarni to'xtatishni talab qilgan. Avvalroq Eron agar Isroil Livanga hujumni bas qilmas ekan, muzokarani butunlay to'xtatishni bildirgan edi. Rossiyaning Ukraina bo'ylab tungi zarbalari oqibatida 20 dan ortiq kishi halok bo'ldi. 100 dan ortiq kishi jarohat oldi. Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi ma'lumotiga ko'ra, Rossiya harbiylari turli tipdagi 656 ta dron, jumladan 73 ta raketa bilan zarba bergan. RBK Ukraina nashri qayd etishicha, bu Rossiya qurolli kuchlari ilk bor bir hujumning o'zida bu qadar ko'p sirkon raketalarini ishga solishi bo'ldi. Bunday raketalarning birortasini urib tushirishga muvaffaq bo'linmagan. Zarbaning asosiy qismi Kiyevga yo'naltirilgan. Shuningdek, raketa va dronlar Dnepr, Kharkov, Zaporojye, Poltava viloyatlariga uchgan.